Salom hammaga. Yaxshimi hamma? Shu bu videoni chiqarishdan maqsad asli bu shorts edi. Keyin o'ylab qarasam, shorts o'zbeklar kam ko'ryapti. Boshqa davlatlar ko'ryapti. Endi bu videoni chiqarishdan maqsad katta video chiqarmaganiga 2 oy bo'libdi. Shunga ideya berib yuborsalaring dedim. Agar ideya kelmayotgan bo'lsa, mana sizlarga aytaman. Yo hech kim o'ynamagan birorta horror o'ynay, yo Backroom o'ynay, yo Roblox o'ynay. Qaysi birini o'ynay? Yo o'zlaring birorta o'yin bilsalaring, qiziqarliroq o'yin bilsalaring aytinglar. Keyin Super Bear Adventure degan o'yinni ham chiqardim birinchi qism deb. Unga ham 1 yil bo'lyapti. 1 yil bo'lyapti unga ham chiqarganiga. Hozir yangilab ketibdi. Emotsiyalar qo'shilibdi o'yinga ham. O'shanga uni o'ynaymi, ikkinchi qism chiqaraymi? Hozir pro bo'lib ketganman o'yinda ham. Oldi bo'tidim ozgina. Ozgina emas, to'liq. Xullas shu video ham 1 minut bo'lib ketdi. Bo'pti, xayr hammaga.